Davom etamiz. Markaziy bank hamda ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi o'rtasida strategik hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan memorandum va yo'l xaritasi imzolandi. Hozir shu haqda. Mazkur memorandum moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish, ta'lim sohasini rivojlantirish hamda o'quv metodik bazani zamon talablariga moslashtirishga xizmat qiladi. Kelishuv doirasida yangi loyihalarni joriy etish va hamkorlik ko'lamini kengaytirish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda yoshlarni moliyaviy savodxonligini oshirishga katta ehtiyoj mavjud. Sababi kuzatishimiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda ham, respublikada bo'layotgan jarayonlarda ham turli kiber tahdidlarga fuqarolarimiz tomonidan uchramoqda. Ayniqsa ta'lim oluvchilarda, ta'lim beruvchilarda bu moliyaviy savodxonligini oshirish bu muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois ham Markaziy bank va ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandum doirasida ham yo'l xarita imzolanib, bir aniq maqsadlar, aniq rejalar tuzilgan. Bularning ichiga nimalar kiradi? Masalan, birinchisi bu o'sha yoshlarni maktablarda, to'garaklarda moliyaviy savodxonlik kurslarini tashkil etish masalasi ko'rib chiqilyapti. Shunga harakat qilinadi. Undan tashqari, hamkorlikda yoshlar uchun kategoriyasiga mos ravishda moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv adabiyotli o'quv qo'llanmalar ishlab chiqiladi. Yangi zamon talablari asosida. O'qituvchilarni ham, izlanuvchi, ijodkorlarni ham qo'llab-quvvatlash maqsadida har yili moliyaviy savodxonlik bo'yicha eng yaxshi o'quv uslubiy qo'llanma tanlovi e'lon qilinadi va Markaziy bank bilan hamkorlikda amalga oshirilib, eng yaxshi qo'llanmalar saralab olinadi va ular ommalashtiriladi. Hujjatda raqamli o'quv materiallari va onlayn kurslar ishlab chiqish, o'quvchilar, talabalar hamda pedagoglar uchun moliyaviy savodxonlikka oid seminar va treninglar tashkil etish. Shu bilan birga xalqaro tashabbuslar doirasida ommaviy tadbirlar o'tkazish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Xorijiy tajribani o'rganish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish orqali hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish ko'zda tutilgan. Mazkur memorandum ikki tashkilot o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlab, mamlakatda moliyaviy ta'lim va savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.